Assalomu alaykum aziz inson. Bugungi qo'llanmada hozirgi kunda insoniyat orasida ko'payib borayotgan asab kasalliklari haqida so'z yuritamiz. Kamina doktor yoki ruhshunos emas, lekin 1998-yilda ilohiyotning ochiq-oshkora otashli sinovining ikkinchi bosqichini 7 oy davomida o'z boshimdan o'tkazib olgan ilmlarim, saboqlarim haqida siz aziz insonlarga yetkazish maqsadimdir. Bunday ruhiy holatlar ilohiyotda sinovlar deb ataladi. Meditsinada esa otasi sinovlarni nevroz, stress, depressiya deb ataladi. Otashli sinovlarni shizofreniya deb ataladi. Bu holatdagi inson aqldan ozishi holatlari yuz berib, xarakterlari har soatda bir necha marotaba o'zgarib turishi mumkin. Lekin bunday inson ong tafakkuri mushohada qila oladigan narsalarni oddiy odam ong tafakkuri mushohada qila olmaydi. Agar inson bunday holatlarni to'g'ri qabul qila olsa, buyuk kashfiyotlar yaratadi. Ilmu fan ham o'z navbatida ongsizlikdagi ongda buyuk kashfiyotlar dunyo yuzini ko'rishligini isbotlab bergan.